Bugun 1-yanvar hammani yangi yil bilan tabriklayman va niyat qilgan uylarni sotib olishni tilab qolaman. Albatta, bugun kelgan lokatsiyamizda Do'mbrobod mahallasida joylashgan mana shu shikarniy hovlini obzoriga keldik. Xudo xolisa, sizlarga yoqadigan uylardan bittasi juda ham chiroyli chiqqan. Kvadraturali keladigan bo'lsa, 400 kvadrat yashash maydoni va 50 kvadrat terrasasi bor ekan. To'liq podval, 6 ta xona, 5 ta sanuzol, xullas juda ham chiroyli va lokatsiyasiga mos hovlidan bittasi. Hozir ko'cha tarafdan ham videoni qo'yib ketaman, mahallasini ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, naves qismi juda ham katta qilingan. Bu yerda tapchan qo'yib o'tiradigan joy, yoki stol qo'yib o'tirsanglar ham bo'ladi. Bu yerda bo'lsa vodopad qismlari bor va yozgi oshxonasi va bitta sanuzol bu yoqqa tashlab ketilgan. Ozgina ishlar qolgan, uborkalar ketyapti. Xudo xolisa 1-2 kunda to'liq tayyor bo'ladi, lekin ichlari to'liq bitgan. Hozirlar bilan ichlarini qisqacha ko'rsatib ketamiz. Sizlar bo'lsa videoni tarjima qilib qo'yish esingizdan chiqmasin. Eng yoqtirgan narsam bu uy ichi yarki bo'lgani. Okamgilar shunaqa remont qilganlar. O'zi xiyolom har doim remontlar mana shunaqa zo'r chiqadi. Boshqa uylar ham juda ham chiroyli chiqqan. Bu uyimiz ham juda ham yarki ranglar tanlangan ekan va juda ham chiroyli chiqqan. Hovlimiz juda ham keng, katta qilingan. Kirishimizda o'ng qo'l razishno eshik bilan ajratilgan oshxona qismini ko'rsak bo'ladi. Oshxona ham juda ham katta tashalgan ekan. Zo'ra. Uyimizning ichi 400 kvadrat va terrasasi 50 kvadrat bo'lyapti. To'g'ri kiradigan bo'lsak, bundan bitta ko'rib ketinglar, juda ham chiroyli chiqqan ekan sizini. Bizda bu yoqda juda ham katta zal qismi. Bemalol maza qilib mehmonlar kutib olsanglar bo'ladi bu zalda. Klassik stilda qilingan yoki ikkita zona qo'rsanglar bo'ladi. Mягкий zona va stol zona qilsanglar ham bemalol sig'adi. Chunki zalimiz rosa ham katta. Chopli pollar, radiatorlar qo'yib ketilgan. Patoklar rosa baland qilingan ekan. Bu yoqda bizda bitta общий sanuzol birinchi etaj uchun va birinchi etaj uchun juda ham zo'r spalniy xonamizni bu yoqda qaranglar. Spalniy sanuzollar razdelniy qilingan. Eshiklarimiz полностью akbar richdan qilingan. Va mana spalniy zonasi. Juda ham katta, qulaylik darajasi maksimal darajada desak ham bo'ladi. Pollar ranglari ham juda ham chiroyli chiqqan. Hamma narsa o'ziga rosa yarashgan. Podval kelgan bo'lsa, podvalimiz to'liq katta podval. Tepaga keladigan bo'lsa, tepada bizda общий 4 ta xonamiz bor. 2 ta xonaning ichida garderob sanuzol, bitta xonamizdan ichidan shunday terrasaga chiqib ketsa bo'ladi va bitta detskiy xona tashlab ketilgan. Xullas, har bitta xona o'ziga yarasha chiroyli. Videoni обязательно yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Yangi yilda niyat qilgan uylarni olishlarini tilab qolaman va bizdan kuzatishga e'tibor uchun rahmat. Videoni tanishib qo'yish esingizdan chiqmasin.